Assalomu alaykum. O'quvchiga xush kelibsiz. Bu yerda bo'lib o'tayotgan ochiq eshiklar, taqdimot, ekskursiya barchasi yoqdimi? Taassurotlaringizni bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Bugun o'qib ketishga kelganimdan juda ham mamnunman. Shart-sharoitlar bilan tanishib chiqdik. Menga juda ham yoqdi. Zamonaviy, shart-sharoitlari, qulayliklari juda ham ajoyib. Nasib bo'lsa kelajakda shartnoma qilishga qaror qildik. Hammasi yoqdi, hammasi ajoyib. O'ylaymanki, farzandim kelib, juda ham yaxshi ta'lim olib, birinchi ilk qadamini yaxshi qo'yadi bog'chaga. O'shani umidda keldik, ota-ona biz aykalamiz. Opasi ham bugun buni uchrashuvga, bog'chasi bilan uchrashuvga olib keldik. O'ylaymanki, hammasi zo'r bo'ladi. Endi ishlaringizga omad, yaxshi muvaffaqiyatlar tilayman. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Bugungi o'quv kechida o'tkazilayotgan ochiq eshiklar, taqdimot sizga yoqdimi? Ha, albatta juda ham yaxshi taassurotlarga ega bo'ldik. Barcha ma'lumotlar chiroyli, tiniq, aniq tushuntirib beradi, hammasi tushunarli bo'ldi. Endi bu yoqqa bolamizni keltirib, tezroq ochilishlarini kutib, bolamizni keltirib qo'yib ketishimiz qoldi xolos.